Cungo cevap qaytardı bununla. Mavzulu haber 5. ayının 23. gün Tayvan merkezi agentliğinden haber kılın. Haber mında başlandı. Amerika Qo'shma Shtatlarning prezidenti Trump, Kim Jong-un bilan prezident Trump suhbati masalasida o'zgarish bo'lganligining sabablarini Jungoning buzg'unchilik qilishi deb bishorat berganda, Jungo Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Lokang mundaq ko'rsatdi. Jungo taraf Chavshan yerim oroli masalasida faqat aktiv rol o'ynaydi. Hamda prezident Trump bilan Kim Jong-unning aktiv natijalarga erishishini umid qiladi. Lokang muxbirlarning savoliga javob berganda yo'q qo'rqadak javob qaytardi. Navbatda Chavshan masalasi siyosiy yo'l bilan hal qilish musobaqasi tepilg'i so'z fursat berishdi. Suhbatlashishni ching turish, to'sqinliklarni tugutish, har tarafdan ko'ngil bo'lishini muvaffaq bir taraf qilish. Demak, hozir bu yerda 3-chi taraf Jungo. Chavshan Amerika, bu yerda Jungo ko'p aralashmasi bilan boshda nima deydi? Olvosda qiladigan ishni qildi dedi prezident Trump. Çünkü Xi Jinping yakında Chavshanning boshlig'i Kim Jong-un bilan 2 qatim ko'rishdi dedi. Lokang mundaq dedi. Jungo taraf Chavshan yerim orolini yadrosizlashtirish, rag'batlantirmish rost gapmi? Jungolik shunday rost gapmi? Qo'ying do'stlar. Prezident Trump mundaq ko'rsatgan edi. Mening Chavshanning rahbari Kim Jong-un bilan bo'lgan suhbatim ham kechiktirilishi mumkin. Sal g'azablangan holatda yana mundaq ko'rsatdi. Kim Jong-un ikkinchi qatim Jungoning rais Xi Jinping bilan ko'rishgandan keyin ish o'zgarib ketdi. Men umidsizlandim. Bundaq bo'lishni yaxshi ko'rmadim. Prezident Trump ishxonasida Koreya prezidenti Moon Jae-in bilan ko'rishganda bundaq dedi. Ikkimiz bo'ladigan suhbatni muhokama qildik. Suhbat balki o'tkazilishi mumkin. Balki 6-oyning 12 kuni o'tkazilmasligi mumkin. Biz qani ishning taraqqiyotiga qarab boqaylik. U yana mundaq ko'rsatdi. Xi Jinping mening do'stim. Men uni yaxshi ko'raman. O meni yaxshi ko'rdi. Kim Jong-un Xi Jinping bilan ikkinchi qatim ko'rishib, Jungodan ayrilgandan keyin ish o'zgarib ketdi. Enlikdagi yana bir mavzu. Chavshan uzil-kesil yuz o'rdi. Muavin prezident Pence bilimsiz, ahmoq dedi. Mavzuli xabar 5-ayning 23 kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qildi. Xabar mundaq boshlandi. Chavshanning muavin tashqi ishlar ministri Su Shanfi bugun mundaq ko'rsatdi. Muavin prezident televiziya ziyoratini qabul qilganda Chavshanni Liviyaga o'xshatganligidan norozi bo'lib, Muavin prezident Pence bilimsiz dedi. Su Shanfi yana mundaq dedi. Prezident Trump bilan Kim Jong-un suhbatining o'tkazilishini qayta o'ylanib ko'rmasak bo'lmaydi. Koreya agentligi Amerika Birlashma Agentligining xabarida mundaq ko'rsatildi. Amerika yaqindan beri Chavshanning yaxshi niyatini xunuklashtiryapti. Men Chavshan yuqori qatlam rahbarlariga prezident Trump balkim Kim Jong-un suhbati o'z vaqtida o'tkazilish kerakmi yo'q? O'ylanib beqish to'g'risida taklif berdim. Su Shanfi yana mundaq ko'rsatdi. Navbatda muavin prezident Pence televiziya ziyoratini qabul qilganda qasddan Chavshanni Liviyaga o'xshatdi. Hatto Chavshan tuyuq yo'lga kirib qoldi. Prezident Trump bilan o'ynashmasligi kerak. Men Pence'ning so'zlarini bir nadonning so'zi deb hisoblayman deydi Chavshan tashqi ishlar ministrligining muavin ministri Su Shanfi. Men haqiqatan hayron qoldim. Bu so'z Amerika Qo'shma Shtatlarining salobatlik muavin prezidentining og'zidan chiqyapti. Su Shanfi yana mundaq ko'rsatdi. Biz Amerika bilan suhbatlashishni qo'llashmaymiz. Biz Amerika bilan suhbatlashishni qo'llashmaymiz. Agar ular o'ltirib suhbatlashishni xohlamasa, biz o'zimizga ovorchilik tepib olishni xohlamaymiz. Prezident Trump mundaq ko'rsatdi. Prezident Trump bilan Kim Jong-un suhbati vaqtida o'tkazilamdi yo'q. Biz kelar hafta qaror qilamiz. Navbatda prezidentning odamlari
Singapurda tayyorlik xizmatini qilyotdi. Balki prezident Trump navbatda prezident Trump bilan Kim Jong Un suhbatining o'tkazilishiga to'g'ri pozitsiyada bo'lib keldi. Mana ketiyor mana ketiyor mana. Ayaqlama. Yani bir haber hürmetli vatandaşım. Prezident Trump, çünkü Prezident Trump bilen Kim Jong-un'un sohbet ötküzüydü, kalayma kallaştı da bir işaret ver. Cumhurbaşkanı Tashqi ishlar ministri Wang Yi mundaq dedi. Mavzuli xabar 5 ayning 23 kuni Amerika ovozidan Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Hozir Washingtonda Aqsaray Amerika ziyorat qilgan Koreyaning prezidenti Moon Jae-in bor. Uning keyinda tuyuqsizlikka yo'l atlab degandek o'zining qiyofatini yo'qotmay, diplomatik qiyofatni yo'qotmaydigan bir qiyofatda Cumhur Tashqi ishlar ministrining ministri Wang Yi hozir Washington tuyuqsiz paydo bo'ldi. Buning endi nima degildi bizim demaymiz, tuyuqsizlik paydo bo'ldi. Hozir Wang Yi Washingtonda faoliyatda. Amerika Qo'shma Shtatlari prezident Trump oldin kuni bishorat berib, prezident Trump bilan Kim Jong Un suhbatining o'zgarish omilini tilga olib o'tdi. Bu ish to'g'risida Cumhurbaşkanı Tashqi ishlar ministri Amerikani ziyorat qilish vaqtida mundaq ta'kidladi. Wang Yi mundaq ta'kidladi. Cumhurbaşkanı prezident Trump bilan Kim Jong Unning belgilangan vaqt ichida suhbat o'tkazishni yana umid qildi. Wang Yi bugun Washingtonda Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Mike Pompeo muxbirlarni kutib olish yig'ini o'tkazib, mundaq dedi. Prezident Trump bilan Kim Jong Un suhbati to'g'risida va suhbatni o'rinlashtirish to'g'risida har qanday harakati bo'lmadik. Yoki biz Kim Jong Unga ta'sir ko'rsatmadik, bu suhbatni buzib o'timiz demadik, yoki kechiktirimiz demadik. Bu yerda Wang Yi hozir Washingtonda turib o'zini aqlayotdi muxbirlarning oldida. U mundaq dedi. Hozir Chavshan masalasi hal qilishdan, tinchlik yaratish va tarix yaratishdan yaxshi fursat. Biz yuqori darajali suhbatining belgilangan vaqt ichida unumli o'tkazilishini umid qilamiz. Wang Yi yana mundaq ko'rsatdi. Cumhur Chavshan yerim orolini yadrodan xoli bo'lish kerak deb hisoblaydi. Rasmida bu gap. Bu Cumhur bexatarlik komiteti ma'qullagan Chavshanni embargo qilish siyosatini izchil va qattiq ijro qildi. Suhbatning o'tkazilishiga yoshirin holda buzg'unchilik qildi va Chavshanga davomli yoshirin yordam beryapti degan so'zlarni ministr Wang Yi inkor qildi. Yana bir xabar. Amerika Tinch okean manevri qatnash uchun avatilgan taklifni yondirib oldi. Wang Yi Amerika Cumhur o'zaro ishonch turg'izishga boshqa foydasiz dedi. Cumhur matbuoti kari sog'liq dedi. Mavzuli xabar 5 ayning 24 kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qildi. Xabar bunday boshlanadi. Washington Amerika Qo'shma Shtatlari davlat mudofaa ministrligi 5 ayning 23 kuni Cumhurni 2018 yillik ko'p davlat qatnashgan Tinch okeani harbiy manevriga qatnashtirish to'g'risida avatgan taklifni qaytarib oldi. Cumhurning yuqori darajali amaldorlari va Cumhurning matbuoti bu ish to'g'risida o'xshashmagan inkos qaytardi. Hozir Amerikada ziyoratda bo'layotgan Cumhur davlat mahkamasining a'zosi, qo'shimcha tashqi ishlar ministri Wang Yi Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Mike Pompeo bilan ko'rishib bo'lgandan keyin muxbirlarni kutib olish yig'inida mundaq ko'rsatdi. Amerikaning bu qarori qoralash xarakterlik emas. Yangilik bilan chiqarilgan qaror. Cumhur bilan Amerika o'rtasida o'zaro tushunish va o'zaro ishonishni ilgari surishga foydasiz.
Lekin Jungo'nun alaqadar matbuot yer shari vaqt gazeti harbiy mutaxassislarning so'zlaridan naql keltirib bundaq ko'rsatdi. Jungo manevriga qatnashamdi, qatnashmamdi qaroiti chaqlaq. 5 burjaklik bino bir parcha bayonotida bundaq ko'rsatdi. Jungo'ning manevriga qatnashni taklif qilish, bekor qilish. Jungo'ning Janubiy dengizda davomli harbiylashtirishi qaytarilgan tinchi inkas. Jungo'ning qilgan atganlar Tinch okeanda harbiy manevr qilishning prinsip maqsadlariga uyg'un kelmaydi. Haftaning 3-kuni o'tkazilgan muxbirlarning kutib olish yig'inida Davlat ishlar kotibi Mike Pompeo bilan Jungo'ning tashqi ishlar ministri Wang Yi 5 burjaklik binoning qarori to'g'risida muhokama olib bordi. Mike Pompeo Jungo'ning Janubiy dengiz harbiylashtirishga diqqat qildi. Jungo'ning ministri Wang Yi Jungo Janubiy dengizda o'zining territoriyasida qurilish qilyapti. Bu ishning harbiylashtirish bilan aloqasi yo'q dedi. Şuna ahirki mavzuni, ahirki bir abzası bir qayta o'qib o'tay. 2018-yil 5-ayning 23-kuni YouTube'da Reis Xi Jinpingning taqat qilish taylikini uzil-kesil besib tashladi. Amerika Davlat ishlar kotibi ifoda bildirib, Tayvanning prezidenti Tsai Ing-wen Amerikaning Oqsaroyini ziyorat qilishga taklif qilamiz dedi. Men hozir mavzu, Jungo'ning tushi programmasi YouTube'da Mike Pompeo buni qayerda degan muxbirlar maydonida emas, balki 23-kuni Amerika Kongress Davlat Majlisi o'tkazilgan guvohlik berish yig'inida dedi. Endi bu mavzuning o'ziga diqqat qilib tahlil qilaylik vatandoshim. Yaqindan bir yilga boshida sizlarga aytdim. Sal ko'ngilsiz, ya'ni adam mayistindiga vaziyat o'tirib chiqdi. Masalan biz 6-ayning 1